yig'ib bo'ldingiz, to'g'rimi? Ha? Ertalab kelib rul, balobatlar barlarni qo'ydingiz. Ha? Abi bu 12 mi? 12 gacha danyo bitdi. Keyin keldik, keyin mana buni 3 gacha ham laboyda. Laboy olib keldi. Mana buni qo'ydingiz. Damas qani, Damas. Damas chiqarib yubordi. To'rimiz sistemasiga olib ketdi qildirgan. Sen o'zing yo'q bo'lsang, menda nima ayb? Mana senga svидетель. Damasni hozir bitdi deb aytayapti. Jahongir o'rtog'im bugun polni yuvgin deyapti. Lekin hozir Damasni ko'zim bilan ko'rmadim, o'zi yuvadi hozir. Bugun 5-kuni lekin. Hop 5-kunga do'g'ri qilib Bugun sotuvimizga mana 200 Bugun sotuvimizga AMG 203 avtomobili keldi. Mers avtomobilimiz. 3.5 atmosferli motorlada, katta motorlada. To'g'risini aytaman, buni o'zim Oybekda yurishimga olib qo'ymoqchi bo'lman. $11,000 deyishyapti. Amerikada restyling bo'lgan Pony, mashina Pony radnoy chexollada, salonlarini ko'ryapsizlar. Sport, Pony hamma yog'i sport rejimlari ham bor bu mashinani. Lekin benzinni cho'tki qilib yerkan. 12 ta 13 tagacha ham yerkan lekin benzinni. Mashina radnoy holatda turibdi. Mashina Oybekda minib yurishga takoy lyoxki qilib kofeli ichib minib yurishga olib qo'ymoqchiman. Nima deysizlar maslahatimga? Maslahat berib yuborsanglar juda xursand bo'lardim, borku. Oliy janoblari, bugungi kundagi yangiliklardan Pony xabardor bo'lib turinglar. Mana Mers avtomobili kimga yoqadigan bo'lsa, mashina sudasini bosib yuboramiz. Game berishadi lekin 100%.